Bittadan ham qo'ydim shu propanni deb akamiz afsuslanib keldilar oldimizga. Ko'rsanglar bo'ladi, nimaga bunaqa deyapman? Оборот 6800, 6050 ga tushib qolib, mashina o'chib qolib, yo'lda qiynayotgan ekan akamizni. Keyin qaltirayapti, vibratsiya beryapti, yurganda siltalayapti. Tabiiy 50 tezlikda yuraman deganda, mashina siltalab, chayqatab yuribdi. Hop, bizga keldilar, hozir buni polni programmasini to'g'irlab, siltalashlarni yo'qotib, оборотlarni ko'tarib, oxirigacha ko'ringlar, hammasini idealni qilib qilaveramiz. Akam o'zlaridan ishlaymiz, o'zgargan. Birinchi o'rinda programmani ochib oldim, ko'rayotgan bo'lsanglar, 6700 da turibdi оборот. Buni hozir gazda ham yurganda, benzinda yurganda 3 kombinatsiya qilib, hammasini to'g'irlab qilib beramiz. Hozir ko'rsataman bitgandan keyin ham. Mana P da D da turganda оборотini 7800 ga qo'yib berdi. Boshqa qaltiramaydi, расход hech nimaga daxli yo'q. Yurayotganda o'chib qolishda bo'lmaydi. Sportsiz ham bo'ladi. Shu aytganingizdek 50-60 dan oshirib turib olganingizda siltaladi. Orqaga bitta tortib qo'yadi. Ha. Yaxshimi yurishi? Hozir plan yuryapti. Ha, olganda orqaga siltaladi. Hozir yurganda siltalashlar yo'qoldimi aka? Bo'ldi, yoqqandan so'rasamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, telefon qilib ko'rasizlar, joningiz sog' bo'lsin.